Assalomu alaykum. Dorshunos o'z kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga Immunosync dori vositasi haqida ma'lumot beramiz. Ushbu dori vositamiz COVID-19 pandemiyasi davrida eng ko'p buyurilgan dorilar ro'yxatiga kira olgan. Nima uchunligini hozir ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ushbu dori vositasining tarkibidagi asosiy ta'sir etuvchi moddasi rux sulfati hisoblanadi. Rux sulfati o'zida 40% gacha rux elementi saqlaydi. Rux elementi rus tilida sink deb ataladi. Shuning uchun preparat nomini Immunosync deb atashgan. Keling, ushbu dori vositasi xususiyati haqida ma'lumot berishdan oldin ushbu dori vositasi tarkibiga kirgan sink, ya'ni rux elementining xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Rux ya'ni sink organizm uchun muhim bo'lgan mikroelementlardan biri hisoblanmaydi. Ruhni inson organizmi sintezlamaydi. Uni faqat tashqi muhitdan, ya'ni turli xil oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori preparatlaridan olish mumkin. Keng spektrli biologik ta'sirlarga ega mikroelement hisoblanadi. U tananing immun hamda antioksidant tizimining normal faoliyat ko'rsatishi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ruh inson organizmiga muhim rol o'ynaydigan, shu jumladan oshqozon-ichak trakti tizimida, endokrin bezlar faoliyatida, bular gipofiz bezlarida, jinsiy bezlarda hamda insulin sintezida qatnashadi. Metabolizmda, ko'z to'r pardasi faoliyatida, retinolning tiklanishida, suyaklar, tishlar mustahkamligining saqlashda, teri, soch, tirnoqlar salomatligini saqlashda qatnashadi. Sochlar to'kilishini oldini oladi. Rux yara bitishi hamda boshqa jarayonlarda ishtirok etadi. Rux elementimiz, ya'ni rux moddasi asab hamda mushak tizimini to'g'ri ishlashi uchun muhim bo'lgan moddalardan biri hisoblanadi. U xotirani yaxshilaydi, ish qobiliyatini oshiradi, yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradi. Rux antivirus ta'siriga ega bo'lib, RNK polimeraza fermentini bloklaydi, ya'ni viruslar tomonidan sintezlanadigan RNKni hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shu orqali viruslarning ko'payishini to'xtatish xususiyatiga ega. Rux yetishmovchiligi ruhni turli xil oziq-ovqat mahsulotlari bilan yetarli darajada qabul qilmaslik, rux so'rilishining buzilishi va turli xil holatlarda yuzaga keladi. Bunda bo'lishi mumkin ichak faoliyatining kasalliklari sababli. Bundan tashqari, ba'zi bir holatlarga ruhga bo'lgan talab oshadi. Bu intensiv o'sish hamda diareya, yirik jarohatlar olgandan so'ng, kuyish va jarrohlik operatsiyasidan so'ng yuzaga kelishi mumkin. Keling, endi ushbu dori vositasining qo'llash usuli hamda dozalariga alohida to'xtalib o'tamiz. Ushbu dori vositamiz asosan tabletka holatida ishlab chiqariladi va ular ichga, ya'ni ovqat bilan birga qabul qilinadi. Og'iz orqali qabul qilish davomiyligi 10 kungacha davom etadi. Yoshga qarab qabul qilinish dozasi quyidagicha belgilanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab, ya'ni 0 yoshdan 1 yoshgacha yarimta tabletkadan faqat bir mahal profilaktik doza maqsadida. 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kuniga bittadan tabletka. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa bitta tabletkadan kuniga 2 mahal. 12 yosh va undan kattalarga bitta tabletkadan kuniga 2-3 mahalgacha buyuriladi. Rux yetishmovchiligini namoyon bo'lishiga qarab shifokor boshqa doza hamda rejimlarda tavsiya etilishi mumkin. Kuniga tabletka 4-6 tadan hatto 10 tagacha qabul qilinishi mumkin. Buni albatta shifokor maslahatiga binoan ravishda qabul qilinishi kerak. Diareya holatlarida esa 6 oylikgacha bo'lgan bolalarga 10 mg dan, ya'ni bitta tabletkadan, 6 oylikdan oshgan bolalar uchun esa
20 milligrammdan, ya'ni ikkita tabletkadan 10 hamda 14 kungacha qabul qilish tavsiya etiladi. Sut mahsulotlari va spirtli ichimliklar bilan birga qabul qilish tavsiya etilmaydi. Zarur bo'lsa, tabletkani oz miqdorda suvda eritib qabul qilish mumkin. Ushbu dori vositasini quyidagi holatlarda qabul qilish tavsiya etilmaydi, ya'ni ushbu holatlarda qo'llash mumkin emas. Birinchisi, faol avtoimmun jarayonlarda. Ikkinchisi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi holatlarida. Uchinchisi, o'tkir buyrak kasalliklarida. To'rtinchisi, preparat komponentlariga yuqori sezuvchanlikda, ya'ni individual ravishda ko'tara olmaslik holatlari uchrashi mumkin. Ushbu holatlarda tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, homiladorlik hamda laktatsiya davriga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu davrda, ya'ni homilador bo'lgan ayolga yoki emizikli ayollarga preparat qabul qilish tavsiya etiladi yoki yo'q degan savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda ushbu dori vositasini qabul qilishdan avval shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.